Inshaalloh mana 11-oktyabr kuni kelgan ziyoratchilarimiz qaytishyapti. Hojonalar yaxshi qaytyapsizlarmi? Kayfiyatlari yaxshimi? Rahmat, tanijoningiz sog' bo'lsin o'g'lim. Ishlaringiz bundan ham omadli bo'lsin. Amin. Inshaalloh duoda bo'lib turasizlar. Hojonalar kamchiliklar bo'lmadimi? Inshaalloh hamma xursand ketyapti degan umiddamiz. Hoji akalar, kamchiliklar bo'lmadimi inshaalloh? Xudo xolasa duoda bo'lib turasizlar. Inshaalloh hamisha yana mana shunday muborak muborak joylarda qayta ko'rishaylik. Hoji akalar, kamchiliklar bo'lmadimi? Xudo xolasa duoda bo'lib turinglar. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik hoji akalar. Inshaalloh bizdan ham yaxshi insonlar bo'lsin. Rahmat hojonalar. Hojona kamchiliklar bo'lmadimi? Xudoga shukr. Biz sizdan kulfamodik. Farzandlarimizni shunday qilib tarbiyalashga harakat qilyapmiz. Inshaalloh bizdan ham yaxshi bo'lsin hoji akalar. Hojonalar. Xo'p, hoji charchamaydan hamisha sizlarga duodamiz. Sizlar ham omonda bo'linglar. Ko'rishimiz oxiri bo'lmasin. Inshaalloh. Tavsiya qilishga arziydi ekan asosiysi. Inshaalloh mana barchalar xursand. Yana inshaalloh labbayk aytib jo'natib yuboramiz xudo xolasa sizlar. Xudo xolasa. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Safarlaringlar bexatar bo'lsin xudo xolasa. Duoda bo'lib turasizlar hammanglar. Yana mana shunday muborak joylarda qayta ko'rishaylik hammalarimiz. Inshaalloh albatta mana barchalari xursand. Mana shunday xursand holatda kelib ketishlikni hammalaringizga nasib qilsin, taklif qilamiz inshaalloh.